Üçüncü qıltaq. Köp sondagi odamlar qilayotgan xato bo'lsa-mu, ammo nurg'un odam bu xatoni to'g'ri deb o'ylab qilish yoki xatoligini bilsa-mu, amal yo'q. Ularga ergishish. Bu üçüncü qıltaq. Chunki nurg'un odamning benormal ko'rinib qolg'isi yo'q. Xatoni qilishga roziki, benormal ko'rinib qolg'isi yo'q. Shuni aytamsizlar. Farqli bo'lib qilishdan ansiraydi. Solomon Ash bu to'g'risi mundaq bir tajriba qilgan. U bir odamni ikkilib bir tajriba qatnashib biring degan. Ondan o'zining 7 odamini muayyagan. Ammo bu 7 odamning Solomon Ashning odam ekanligini hech bir odam bilmaydi. Ya'ni bu odam bu 7sini mu taladan kirgan yot odamlar, tajriba qatnashmoqchi bo'lgan odamlar deb qaraydi. Solomon Ash bu 8 odamni qanday tizgan desa, bir boshdan tizib, hech odamni 7-o'ringa, uning yeniga eng oxir bir odam 8-siga yan bir odamni tizgan. Ya'ni uni hech tajribaga ekilgan odam 7-o'rinda. Qolganlari Solomon Ashning odamlarida u tajriba boshlangan. Bu 8 odamga Solomon Ash mundaq bir tayoqchini ko'rsatgan, A va B'dan iborat. Bir qarasalar, B tayoqchining odam qisqa ekanligini ko'gil bo'ldi. Shuna Solomon Ash bularga bu tayoqchini ko'rsatib, birinchi ko'rsatgan. Mashqisi tangmi yoki igizpesmo deganda birinchisi ikkisi tang deb aytgan. Ikkinchisi tang degan. Üçüncüsü tang degan, to'rtinchisi tang degan, beshinchisi tang degan, oltinchisi tang degan. Chunki buning hammasi Solomon Ashning sheriklar. Psixologlar bilan. 7-si birdam turib tang degan. 8-si tang degan. Bu tajriba hayron qoldirgan Solomon Ashni. Keyin bu tajribani qanday ekanligini 7-odam degan. Siz ajaba shuning rostla igizpeskin ko'rmadingizmi bo'lsa 7-odam men qo'sal B'ning odam qisqa ekanligini bilgan, ammo hammamiz tang degashga mening ko'zim to'lishib qoldimki deb o'yladim yoki o'zimning hukmidan gumon qildim. Shuni tang deganda deb javob bergan. Demak, jamiyatda nurg'un odamlar mushuna o'xshaydi. Ba'zilarning xato ekanligini bilsa-mu, to'g'rini qilishga jur'at qila olmaydi. Mening dadam, bir xil tafakkurga boy, g'alitrik odam. Dadam azaldan miyman uzatmaydi. Har qatam opam miyman uzatdim desa, mundaq javob berdi. Bu miyman uzatsan hojati yo'q. Vaqt sirapchilik deydi. Dadam mundaq tushuntirdi. Bu miyman uzatish deganimiz burun ma uy bilan o'yinning ishki jiroq bo'lg'achqa meymanlar chiqadigan vaqtda ham shu o'yildagi bir narsani ko'tarib o'g'irlab ichkitib qolmasin deb sohibxon shuning oqidimida mang'iti yakomiz chiqetgach ma istlava vaqtida istla meymanlarni tishlab olmasin deb meymanlarni qo'g'dab oqidan chiqdi. Hozir hamda bino uyda ularning birini ichkitishdan ansirmaymiz, ishtmi yo'q. Endi bu xil vaqt sirapchilik qiladigan narsani yana qayta orqa so'zlashning nima ishdi deb tushuntirdi. Mayli dadamni bu xil tushuntirish o'zining shaxsiy ko'z qarashi bo'lsin, mayli nima bo'lsin, buni o'ylanib beqish tegishli. Men bir narsaga hayron qolman. Nimaga hayron qolman? Mehmondochilikqa. Bizning Uyg'urlarda mehmondo'st degan gapga oldinish bor. Biz faqat bu xil yemekliklarni isrof qilish, ahmoqona holda bir karton filmlardagi hajviy, shunchalik ahmoq bir ishimizni do'sta, mehmondo'stdan iborat bir so'z orqali buni o'rab, qochilab isrofchilik qilamiz. Masalan, mehmonlar kirdi, tomoq yeydi, to'ydi, yana zo'laydi, to'ydi, zo'laydi, to'ydi. Yeliqi to'yga mehmon og'iz burni shundoq bearam bo'lib ketsa-mu, yana zo'lash, yana tomoq isrofchilik. Ammo bu nereden kelgan? Burungi vaqtlarda, yemeklik az bağ vaqtlarda sahibxon mehmonning qusqini deb o'zining uyidagi ba tomoqni zo'laydi. Mening qusqim to'q siz yang deb. Buni ko'rgan mehmon sahibxonning qusqining ochligini bilib, mening qusqim to'q siz yang deb zo'laydi. Buni biz odamgarchilik deymiz. Biz buni yuqur bir xil axloq deymiz. Ammo bugungi kunga kelganda sahibxonning qusqi to'q, mehmonning qusqi to'ydi, yana to'xtamay isrofchilik qilish bu bir xato. Ammo bu xatoni qiziqarli jiqodam biladi.
bunda ısrapçılık var deb. Ammo shu xato deyotgan odamning uyiga mehmon kelsa, u o'xshashli zo'laydi. Zo'lamash. Mana bu kishilar xatoni qilishga roziki, ammo benormal, farqli bo'lib qilishdan ansirash. Xuddi 7-odam qarab turib, qisqa uzunligini bilsimi, buni tang degandek. Israpchilik. Şu bu xil psixikalik hodisalar nimani keltirib chiqaryapti desa, ig'ir darajada isrofchilikni. Yemeklikni, suvni isrof qilgan millat mangu ro'naq topolmaydi. Mangu zavallı qarab yuzlandi. Chunki siz yemeklikni hurmat qilmaydi ekansiz, aman bir kuni yemeklikmi sizni hurmat qilmaydi. Ammo kishilar mushning isrofchilikning xatoligini bilib tursa-mu, ko'ni andizlar tufayli bekitilib ketgan shartlik andizlar tufayli xatoni qilishga roziki, ammo to'g'ri qilolmaydi. Biz ba'zida to'g'ri uchun g'alit odam bo'lib qolsak, ahmaq odam bo'lib qolsak, arziydi deb qarayman. Dostoyevskiyning ahmaq degan tekstidagi ahmaq, idiot. Dostoyevskiyning idiot deydigan bir asari var, o'qib qo'ysam bo'ladi. Mushu asardagi bosh personaj Mishkin bir şahzadə. Amma bu şahzadelikdən vaz keçib, tabiiy yaşaydı. Isrofchilik qilmaydi, oddiy yaşaydı, kishilar mehr muhabbet bilan muomala qildi. Ammo ayni vaqt kishilar intan isrofxo'r, mehr muhabbet degan narsa yo'q, intan shaxsiyatchi bo'lganlik uchun shu davrda Mishkinni idiot deb atagan, ya'ni ahmaq deb atagan. Amaliyotda Mishkin ahmaqmi? Yoki buni ahmaq da'vatqanlar ahmaqmi? Bu bir cho'ng savol belgisi hisoblandi. Shunga mening yoshlar deydiganim, agar u o'z tanlayotgan yo'lni to'g'ri deb o'ylagan vaqtlarda chuqur bu yo'ldan voz kechmaslik kerak. Kishilar mayli uni idiot desin, ahmaq desin, sarang desin, nima desa, agar uning qilayotgani to'g'ri bo'lsa, shuni turish kerak. Mayli bixil desin. Men ba'zi boylarni shundoq hurmatlayman. Chunki ular pulni hurmatlaydi. Ular pulni hurmatlaganlik uchun pul mulani hurmatlaydi. Kichik vaqtimizda bir hikoya anglaydik. Bir kambag'al odam bir boyning uyiga kirib, kumas olmoqchi bo'libdi qishda. O'shanlar bu uyga kirib, shundala kumas so'ray deb og'zini ichiga boyning bir qilqini ko'rib qopdi. Ya'ni bir chishko'log'ishni kelib, 4 parchalab, bir telida chini ko'chilab, 3 telini qo'yib qo'yganini ko'ribdi. Buni ko'rgan kambag'al bu harakatga qarab, "Hey, buningdan ko'mamas, ko'maning ismi chiqmaydi o'xshaydi" deb chiqtay deb tursa boy to'labdi maka. Sen bu harakatim orqali men bixil dema. Bu mening isrofchilik qilmaganim. Ammo bixilliqim emas. Men sen so'moqchi bo'lgan ko'man tayyor qilib qo'ygan aqlni ilib olsang bo'ladi, bir qish yetkidi ko'mavat. Shunga mening ba'zi boylarni hurmat qilishim, bular pulga kelganda intayin tejashlik pulda. Uning bu hareket orqali uni bixil demaymiz. Uni xo deymiz. Chunki u pulni shunchalik hurmat qilganlik uchun hamma pullar o'zini hurmat qilgan odamlarning bor. Men albatta meni yaxshi ko'rgan odamlarning bor menda. Pulmi dal mushundoq odamlarni topadi. Bir qism kishilar pulni ko'z qilmaydi, yemeklikni ko'z qilmaydi. Yemeklikni pulni ko'z qilmaganlik uchun pulmi ularni ko'z qilmaydi. Shu men sizlarga Robert Eliot, shoir. She'r qiziqadiganlar bo'lsa, mushning asarlarini o'qib qo'yish bo'ldi. Robert Eliotning bir she'ri va qisqartiribdi oxirgi kupletini. Bu deydi, o'rmonlikda mang'an ikki yo'l bor deydi. Birisida odamlar ko'p mang'an, birisida odamlar bek ko'p mang'an. Ma'noda mangsam, ma'noda mang'anmayman. Ma'noda mangsam, ma'noda mang'anmayman. Agar ma'noda mangsam, odamlar mang'andan bexatar. Ma'noda mangsam, nega bordig'ini bilmayman. Men oxiri odamlar mang'mag'anda mang'dayman. Balkim odamlar oz mang'an shu yo'lda o'zgarish bo'lishi mumkin degan shunday bir gapni qildi. Yana I took the road less traveled degan eng oxirgi misra shundan oxirlashgan. Shunga agar bizning qilayotganlarimiz agar to'g'ri qolsa, butun dunyo xato yo'lda mangsa, biz ahmoq bo'lishimizni qat nazar yoki idiot bo'lib qolishimizni qat nazar to'g'ri mangsak, buning amal natijasi yaxshi chiqdi deb o'ylayman.